Magazinda ham sotmaydi, zavodda ham ishlab chiqmaydi. Mana qilib rastamosha qilib yoki bestamosha qilib olib ham o'ta olmaysiz. Ota shunaqa, ona shunaqa ulug' ne'mat. Xotinni hamma joyda topsa bo'ladi. Bolani Xudo bersa topsa bo'ladi. Akani ham, ukani ham topsa bo'lar. Lekin ota bilan onani qaytib top bo'lmaydi, yo'q. Mendan so'rang, men aytaman. Otani men aytaman. Men aytamanki, mayli otamga Xudo shunaqa bir dardni bergan bo'lsa, ko'rpadan tura olmasdan ko'zini ochib, ovozi chiqmasa ham ko'zda imlab keldingmi? Tinchmisan desam men rozi edim. Yo'q, otam o'tib ketgan. Nimagaki otam bo'lardi-da, otam deb gapirardi. Duo qilinglar, otam bor derdim. Men shu otani mehriga zorman. Onasi yo'qdan so'rasangiz aytadi, onani qadrini aytadi. Bolasi yo'q, bolani qadrini aytadi. Vatan yo'q, vatanning qadrini aytadi. Meni kuyinganim shu, birodar. Uyda qadri bo'lmagan, uydagilarni hurmat qilmagan odamdan tashqaridan nimani kutsa bo'ladi? Ota onasini oldiga odam kim bo'ladi? Qallob, boyvachcha bo'lsa ham, puldor bo'lsa ham, ha? Kuchsiz bo'lsa ham, kuchli bo'lsa ham, kim bo'lsan qadrlaydi. Ota onani qadr qimmati yetmasang kimsan, nimasan? Shuning uchun Alloh o'zining kalomida qayerda buyursa, menga ibodat qiling va Rasulullohga itoat qiling degandan keyin shu oyati karimani davomida ota onangizni rizoligini qiling, ularga itoat va muruvvat qiling deb Xudo buyuryapti. Shunday ekan, aziz ukalar, yor birodarlar, behuda o'tkazmang. Bugun uxlagani kirib ketdimi? Ertaman chiqadimi, chiqmaydimi Xudo bilan. Bugun ko'paga yotdi, bolam bo'pti. Ertaman bozorga chiqaman, ertaga jumamiz, o'zing va jumaga borib kelarsan der. Endi dadam uxlayapti deysiz, yo onam uxlayapti deysiz. Ertaman tursangiz yo'qda qadam topasiz. Ayting, qadam topasiz. Qada bor, pishirib olasizmi, qaynatib olasizmi, yasattirib olasizmi? Qada bor. Yig'laysiz, o'zingiz mehribon qilib bo'lsangiz, otam ey, onam ey deysiz. Yolg'ondan yig'lamang. Ha, qutulganingga shukr qilyapsan, sen yig'lamayapsan. Endi ichib kelganingda, chek kelganingda, zino qilib qolib ketganingda so'raydiganing yo'qligidan, xursandligidan yig'layapsan. Odamlarning ko'ziga otam, onam deyapsan-u, xursandsan o'zi. Shuning uchun bularni tirikligida qadriga shukrini qilib, Xudodan so'rang, otangizdaqa ulug' yoshlik bo'ling. Xudodan so'rang, ayolingiz, qizlaringiz onangizdaqa mu'mina, omina bo'lsin, hayoli bo'lsin. Xudo taborak va taolo nafaqat bu chorvoq xalqiga, balki musulmonman deb yurgan barcha erkaklarga Xudo taborak va taolo rushd hidoyatini bersin. G'urur, hamiyat ato etgan bo'lsin. Birodarlar, endi duo qilsanglar, suhbatimizni yakunini qora akamlardan tilovat Qur'on qilib berishligini so'rayman.